Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi taqdimotimiz mavzusi oliy va professional ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi faniga bag'ishlangan. Hozirgi kunda ta'lim tizimi jadal rivojlanayotgan bir davrda ushbu fan zamonaviy pedagogni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo ushbu fan mohiyatiga to'xtalib o'tsak, bu fan oliy va professional ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini samarali o'qitishning nazariy va amaliy asoslarini o'rganadi. Fan o'quv jarayonini loyihalash, innovatsion metodlardan foydalanish, talabalar bilimini baholash hamda ta'lim sifatini oshirish masalalarini qamrab oladi. Savol tug'iladi: bu fan nega kerak? Chunki bugungi kunda yaxshi mutaxassis bo'lishning o'zi yetarli emas. O'z bilimini boshqalarga samarali yetkaza olish ham muhimdir. Mazkur fan pedagogni zamonaviy fikrlashga o'rgatadi, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashga yordam beradi va talabalarning kasbiy kompetensiyalari asosida tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun ta'lim sifati ko'p jihatdan aynan o'qitish metodikasiga bog'liq hisoblanadi. Fanning asosiy maqsadi magistrlarda metodik kompetensiya, pedagogik mahorat, innovatsion fikrlash va ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir davrda pedagogning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Natijada zamonaviy ta'lim talablariga javob bera oladigan pedagog shakllanadi. Mazkur fan oldiga bir qator muhim vazifalar qo'yilgan, jumladan mutaxassislik fanlarini o'qitish metodlarini o'rganish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, darslarda samarali loyihalash, baholash tizimlarini ishlab chiqish va elektron ta'lim resurslarini yaratish. Bularning barchasi pedagogning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda ushbu fan nega dolzarb? Chunki ta'lim tizimi tubdan yangilanmoqda, raqamli pedagogika rivojlanmoqda, sun'iy intellekt ta'lim jarayoniga kirib kelmoqda, xalqaro reytinglar esa ta'lim sifatiga yuqori talab qo'ymoqda. Shunday sharoitda pedagog faqat ma'lumot beruvchi emas, balki talabaning rivojlanishiga yo'l ko'rsatuvchi, ta'lim jarayonini boshqaruvchi mutaxassis bo'lishi zarur. Aynan shu fan bunga tayyorlaydi. Zamonaviy metodlar bugungi ta'limda case study, problem based learning, project based learning kabi metodlar keng foydalanilmoqda. Ushbu metodlarning asosiy afzalligi shundaki, ular talabani passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Natijada talaba faqat bilim olmaydi, balki fikrlashni, tahlil qilishni va muammoni hal qilishni ham o'rganadi. Bu yerda oddiy hayotiy vaziyatni ko'rishimiz mumkin. Ikki o'qituvchi bir xil mavzuni o'tmoqda. Birinchi o'qituvchi faqat ma'ruza qiladi, ikkinchi o'qituvchi esa muammoli vaziyat, guruhli ishlar va case study metodlaridan foydalanadi. Natijada ikkinchi guruh talabalari mavzuni chuqurroq anglaydi va amaliyotda qo'llay oladi. Demak, muvaffaqiyatning siri mavzuda emas, balki uni qanday o'qitishda. Sun'iy intellekt misolida bugungi kunda talabalar sun'iy intellekt yordamida resurs va topshiriqlar tayyorlay olmoqda. Agar pedagog faqat tayyor matnni baholasa, talabaning haqiqiy bilimini aniqlash qiyinlashadi. Shuning uchun zamonaviy metodika talabaning tahliliy fikrlashi, muammoni hal etishi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini baholashni talab qiladi. Bu esa mazkur fanning naqadar zarur ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, ushbu fan pedagogga faqat nimani o'qitishni emas, balki qanday o'qitish, nima uchun o'qitish va qanday natijaga erishishni ham o'rgatadi.